Bismillah. Bismillah har bir ishning muqaddimasi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Saodat asri kitobini o'qib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishidan to vafotigacha bo'lgan hayot sirlarini o'rganamiz. Video boshidanoq kanalga obuna bo'lishni unutmang. Muallif Ahmad Lutfiy Qozonchi. Saodat asri. 2-kitob 16-qism. Bismillahirrohmanirrohim. Abu Jahl bir do'sti bilan Abu Lahabnikiga keldi. Hol ahvol so'rashganidan keyin maqsadini bayon qildi. Jiyaningdan Abdumuttalibning hozir qayerda ekanini bir so'rab ko'rgina, dedi. Bu savol Abu Lahabni ongiga muhrlandi. Rasulullohga sallallohu alayhi vasallamga ilk duch kelganidayoq shuni so'radi. Qavmi bilan bir joyda degan javobini oldi. Abu Lahab ortiqcha karavlashtirib o'tirishni xohlamadi. Biroq Abu Jahl bu javobdan qoniqmadi. Jiyaning bu bilan Abdumuttalib jahannamda demoqchi edi. Abu Lahabning ko'zlariga qon to'ldi. Sapchib o'rnidan turdi va jiyanining uyiga yo'l oldi. U kelishida Abu Lahab yana eski Abu Lahab holiga qaytgan edi. Bugungacha qilib kelganidan ham ortiqroq dushmanlik qilishni, bundan buyon uni hol joniga qo'ymasligini baqirib-chaqirib ma'lum etdi. Chindan ham shunday bo'ldi. Dastlab himoyasini bekor qildi, so'ng fursatini topdi deguncha yomonliklarni boshladi. Himoyaning bekor bo'lganidan xabar topgan va tish qayrab yurganlar ham harakatga o'tdilar. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam endi uylariga kiray deb turganlarida bir daydi to'satdan u kishini muborak boshlariga tuproq sochib yubordi. Bu odobsizligidan o'zi mamnun ham edi. Nabiy Akram sallallohu alayhi vasallam g'amgin qiyofada uyga kirdilar. Suyukli qizlaridan biri qoshlariga yugurib keldi. "Otajon, kim bunaqa qildi? Otajon!" deya yig'lab yubordi. Bu odobsizlikni kim qilgani muhim emas edi. U qilmasa boshqasi qilishi aniq edi. Toif safari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam endi Makkada ko'chaga chiqa olmay qoldilar. Qayerga borsalar odamlardan kinoya, so'kishlar eshitardilar. Qur'on tilovat qila boshlasalar atrofida mushriklar atay baqirib chaqirishar, childirma urib qarsak chalib ruhan ezmoqchi bo'lishar edi. Nihoyat Makkani tashlab chiqib ketishni, vazifalarini boshqa yoqda ado etishni ixtiyor qildilar. Yonlariga tutingan o'g'illari Zaydni olib Toif sari yo'l oldilar. Bir necha kunlik safardan so'ng Toifga yetib bordilar. U yerda iymon keltirgan kishilarni uchratish ehtimoli bor edi. Ularni yordamida Makka xalqini odobsizliklarini to'xtatish imkoni topilsa ham ajab emas. Toifda so'zlari o'tadigan 3 kishi bor edi. Aka-ukalar Abduyalil, Mas'ud va Habib. Ammo kutganlarni teskarisi bo'lib chiqdi. Uchala aka-uka iymonga kelish tugul Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni mazax qila boshlashdi. Shunday haqoratomuz so'zlar yog'dirishdiki, bu borada hatto makkaliklardan ham o'tib tushdi. "Yo'q, hunaring ketmaydi. Makkaliklarga bor gapni aytib yetkazamiz, zudlik bilan", deyishdi. Ularning gap uqmas kishilar bo'lib chiqqani ham mayli, hatto arablarga xos mehmondo'stlik, musofirga hurmat kabi odatlarni ham oyoq osti qilishdi. Shunday jiddiy bir inson qanaqasiga yolg'on gapirishi mumkin deya o'ylab ham ko'rishmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni yonida xomush chiqib ketdilar. Yana Makkaga, yana ashaddiy dushmanlarning orasiga qaytishlari kerak edi. Biroq tinchgina ketishlariga ham qo'yishmadi. Badbaxt bir kimsa faxri koinot janoblarini toshbo'ron qilishni buyurdi. Nima qilarini bilmay yurgan bezori bolalar ko'ngillarini xushlaydigan bir ermak topilganidan shodlanib ishga kirishdilar. Qullar, bolalar so'ka-so'ka Rasuli akram sallallohu alayhi vasallamning orqalaridan tosh, kesak yog'dira boshlashdi. Shovqin-suron ichra ikkinchi buyruq eshitildi. "O'ldirib qo'yishdan ehtiyot bo'linglar." Buning ma'nosi katta tosh otma, belidan yuqorini mo'ljallama degani edi. O'ldirib qo'ysalar olinajak imtihondan Quraysh bilan uzoq yillar yovlashishga to'g'ri kelishidan qo'rqishardi. Zayd Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning goh o'ng, goh chap tomonlariga, goh orqalariga o'tar, toshlarga o'zini tutib berib, buyuk payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni tutingan otasini muhofaza etishga urinar edi. Shunga qaramay Rasululloh
sollallohu alayhi vasallamning oyoqlari qonga belandi. Toifdan chiqqanlaridan keyin ham toshbo'ron allaqancha joygacha davom etdi. Eshitmagan haqoratlari qolmadi. Yolg'onchi, bor-ey, payg'ambar emish. Allohga qarshi yolg'on gapirishdan uyal. Nihoyat buyruqni qoyilmaqom qilib bajarganlariga qanoat hosil qilgan toiflik daydilar ortlariga qaytib ketdi. Bir badbaxt oxirgi toshni otar ekan, bu kunni hech unutma ey yolg'onchi payg'ambar deb baqirib qoldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kunni haqiqatdan ham unutmadilar, unuta olmadilar. Yillar o'tib suyukli xotinlari Oyisha onamiz raziyallohu anhu yo Rasululloh, Uhud jangidan ko'ra ham achinarli alamli kun bo'lganmi deb so'raganlarida Toif voqeasini eslab, u savdogarlarni bir boshdan gapirib bergan edilar. O'sha ketganday g'am-g'ussaga cho'mgan boshqa kunni eslay olmasliklarini ta'kidlagan edilar. Daydilar qaytib ketishgach, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir oz dam olish maqsadida yo'l ustidagi bog'ning chekkasiga borib o'tirdilar. Qo'llarini ochdilar. Mavloyi Zuljalolga iltijo qila boshladilar. Allohim, quvvatim ozligini, chorasiz qolganimni faqat senga arz etaman. Odamlar orasida bu qadar xor bo'lganimdan yolg'iz senga shikoyat qilaman. Ey marhamatlilarning marhamatlisi Allohim, dorga osilganlarni, ezilganlarni va mening ham Robbim sensan. Men kimlarga yo'liqtiryapsan? Ifloslarcha qarshilagan g'urbat elgami yoki dushmanlargami topshirding ishimni? Agar-ku sen men bandangga g'azobnok bo'lmasang, bu aziyatlarga parvo ham qilmayman. Biroq sendan keladigan salomatlik va quvvatga yanada intizorman. G'azabingga duchor bo'lishdan qo'rqib, seni nuringga sig'inamanki, zulmatingni ziyoda aylantirgin. Dunyo va oxirat ishlarini tartibga solgin. Narsa sening o'sha nuringdir. Toki seni rozi bo'lguningga qadar bir oz jihatdan seni xushnud va mamnunmiz. Kuch va qudrat yolg'iz senga oiddir. Nabiy Akram sallallohu alayhi vasallam panoh topgan bog' Utba ibn Robiya bilan uning ukasi Shaybaniki edi. Tasodifmi yoki zaruriyatmi? Bu paytlarda ular ham bog'da edilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib shu yerga o'tirganlarini, toifliklarning hujumini va odobsizliklariga nishon bo'lganliklarini o'z ko'zlari bilan ko'rishdi. Endi bu voqeaning yashirin joyi qolmadi. Toifliklardan sir saqlash iltimos etilgan, ular-ku ko'nmadilar. Bordi-yu ko'ngan taqdirlarida ham makkalik ashaddiy dushmanlaridan ikkitasi bu voqeani guvohi bo'lgan edi. Utba ham Shayba ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keltirgan dinni va islomga da'vat harakatini sira ma'qul ko'rmagan. Parishon bir ahvolda oyoqlari qonga belanib o'tirganlaridan toifliklarga gap uqtirolmaganini bilishdi va rosa quvonishdi. Ammo har holda Makkada Al-Amin deb sifat berilgan bu mo'tabar zotni hamshaharlarining haqoratga uchragani ularni bir jihatdan g'amgin qildi. Utba o'zini ko'nglidan o'tayotgan his-tuyg'ularini ifodasini ukasi Shaybaning yuzida ham ko'rgach, Addos deb xizmatkorlarini chaqirdi. Xizmatkor yugurib kelgach, bir bosh uzum olginda hu anavi kishiga eltib ber dedi. Addos bog'dan uzum uzib bu g'alati yo'lovchiga eltdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bismillah deb uzumni yeya boshladilar. Addos Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yuzlariga tikildi. Xudo haqqi, bu so'zni o'lkamizda hech kim ishlatmaydi dedi. Qaysi yurtdansan ey Addos, qaysi dindasan deb so'radilar Hazrati payg'ambarimiz. Ninova xalqidanman, nasroniy diniga mansubman. Demak, solih bir kishi bo'lmish Yunus va Mattoning diyoridan ekansan-da. Yunus ibn Mattoni qayerdan bilasan? U meni maslakdoshim edi, payg'ambar edi. Men ham Allohning rasuliman. Addosning ko'zlariga yosh keldi. Egilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning boshlari, qo'llar va oyoqlaridan o'pdi. Musulmon bo'ldi. Utba bilan Shayba bog' ichida ularni diqqat bilan kuzatib turishardi. Ko'rdingmi, uni ham sehrladi dedi biri. Go'yoki yaxshilik qilmoqchi bo'ldik, evaziga esa qo'limizni dindan qaytardi dedi ikkinchisi. Bir ozdan so'ng Addos ularning yoniga qaytib keldi. Yuzida mamnunlik ifodasi. Bu nimasi ey Addos? Borib u odamni qo'l oyoqlaridan o'pdingmi?
Bu odam dunyodagi eng ulug' insondir. Men uning payg'ambar ekaniga iymon keltirdim. Qayerdan bilding uni payg'ambarligini? Gap so'zlaridan. U aytgan gaplar faqat payg'ambarlargagina chiqadi. Menga qara, ochig'ini aytsam, bu gaplaring menga yoqinqiramay turibdi. Ehtiyot bo'l, u seni diningdan qaytishi mumkin. Shuni yaxshi bilginki, seni dining uning dinidan xayrliroqdir. Addos bu so'zlarni javobsiz qoldirishni afzal ko'rdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkaga qaytdilar. Yo'lda ketarkanlar Jabroil alayhissalom bir xabar keltirdi. Agar payg'ambar istasa Makkada ro'para turgan Abu Qubays bilan Qayg'och tog'larini bir-biriga urib, makkaliklarni yo'q qilib yuborishni taklif etdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rozi bo'lmadilar. Ularning nasldan loaqal bittasini islom diniga kirishini buncha dushmanni o'limidan ko'ra sevinchli hol ekanini bildirdi. Jinlar Alloh bergan qobiliyat tufayli har xil qiyofaga kira oladilar. Uzoq masofalarni bir zumda bosib o'tadilar. Samolarga yuksalishga ham qodirdirlar. Ular onda-sonda ko'klargacha ko'tarilib, farishtalarning o'zaro suhbatlariga quloq tutib, ko'pgina ma'lumotlarni bilib olar edilar. Biroq bir kuni ko'kning darvozalari yopilib qo'yildi-da, jinlar malaklarning suhbatlarini tinglashdan mahrum bo'ldilar. Oliy dargohiga chiqishlari taqiqlab qo'yildi. O'zaro fikrlashdilar, lekin baribir bu taqiqni ma'nosini tushuna olmadilar. Nima uchun yo'l yopildi? Aqllari olmas edi. Oralaridan bittasi yer yuzini aylanib chiqishni taklif etdi. Menimcha yer yuzida bu ishga aloqador biron gap bo'lsa kerak dedi. Bu hodisa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vahiy kelgan kunlarga to'g'ri kelar edi. Jinlar bir qarorga kelgach, to'p-to'p bo'lib yer yuzini keza boshlashdi. Hamma yoqni yaxshilab kuzatib, diqqatga sazovor nimaiki ko'rinsa atroflicha o'rganib chiqishdi. Nubuvatning 10-yili edi. Ilk vahiy kelgan kundan beri 10 yil o'tgan. Jinlar hanuz biron yangilik topish umidini uzishmagan edi. Bir kuni Makka bilan Toif orasida Nahla degan bir joyda 2 kishini ko'rishdi. Hali kun chiqmagan u 2 odam ilk saharda ibodat bilan mashg'ul edi. Bir guruh jin ularni sinchiklab kuzatish maqsadida yaqinroq kelishdi. Odamlardan biri xiyol oldinga, ikkinchisi shundoqqina uning o'ng tomonida turar. Oldingisi eng mukammal til bilan ham ifoda etib bo'lmaydigan darajada go'zal, jozibali va maftunkor bir kalomni juda yoqimli bir ohangda o'qiyotgan edi. To'xtanglar, quloq solinglar deyishdi jinlar bir-birlariga. Mislsiz darajada ta'sirchan, hech kim eshitmagan bu kalom edi u. Bir-birlarini ustiga chiqib ketguday zich turgan jinlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tilovat qilayotgan Qur'on oyatlarini oxirigacha mast bo'lib tinglashdi. Ulardan biri shubhasiz ko'kning darvozalarini berkitgan voqealik xuddi mana shudir. Allohga qasam bo'lsinki, mana shudir dedi. Namoz o'qib bo'lgach, qidirgan narsalarini topganlariga amin bo'lib u yerga tark etishdi. Rasuli Kibriyo sallallohu alayhi vasallam Zayd raziyallohu anhu ham jinlar keluvidan bexabar edi. Ko'p o'tmay Jabroil amin buyuk Allohning salomini keltirdi. Ahqof surasining 29-32 oyatlarini payg'ambarimizga yetkazdi. Ey Muhammad, eslang, biz sizni oldingizga bir guruh jinlarni Qur'onni tinglasinlar deb yuborgan edik. Bas qachonki ular Qur'on tilovatiga hozir bo'lishgach, bir-birlariga jim turinglar dedilar. Endi qachonki tilovat tugatilgach, ular o'z qavmlari oldiga ogohlantiruvchi bo'lgan hollarida qaytib ketdilar. Ular dedilar: "Ey qavmimiz, darhaqiqat bizlar Musodan keyin nozil qilingan, o'zidan oldingi ilohiy kitoblarni tasdiq qilguvchi bo'lgan haq dinga va to'g'ri yo'lga hidoyat qiladigan bir kitobni, Qur'onni tingladik. Ey qavmimiz, Allohga da'vat qilguvchi Muhammad alayhissalomning da'vatini qabul etinglar va unga iymon keltiringlar. Shunda Alloh sizlarni gunohlaringizni mag'firat qilur va sizlarga alamli azobdan panoh berur. Kim Allohga da'vat etuvchi da'vatini qabul qilmasa, bas u yer yuzida biron joyga qochib qutulguvchi emasdir va uning uchun Allohdan o'zga uning azobidan qutqaruvchi do'stlari ham yo'qdir. Ana o'shalar ochiq zalolatdadirlar."